xonning o'rdisi qaltsa ketgan. Qamoqxonalarimi yomon emas ekan. Ayni chog'da Tariq O'tayning mushunda qamoqxonasi bo'lgan bo'lsa, men 16 yoshimda Toychi O'tayning qo'lidan qutulib chiqolmas edim. Qog'anim! Jamoqani biz tutib aga tursak, bu jabasani bizni tartiblash u yoqda tursin. Aysiz qamab qo'ydi. Uni degan rasmi? Qari qog'i qari o'dak chansapti, qari chakar o'z xoniga qo'l sapti degandek, jahonda shundaqmi qoida bo'lamdi. Shunga ularni qamab qo'ydim. Menimcha jaba to'g'ri qildi. Ko'kran layg'uran yav o'dakni o'lja olsa, pes chakarlar o'z egisini tutib olsa, o'z egisiga sodiq bo'lmaganlardan yana kimga vafo ketti? Egisiga sotqinlik qilgan bundaq paskashlarni kim kechirdi? Ularni olib chiqib, mehnat qilni tukutinglar. Sizlarni nima uchun o'ldirmoqchi bo'lganimni bilamsizlar. Chunki sizlarning tutib kelganinglar mening qasamdishim. 3 qatim qasamlashgan qasamdishim. Menimcha, bu yoqqa menish. Tez bo'la. Qasamdishim. Kela, içeri. Ağayını işkimiz körüşmekle 3 yıl boptu. Bir gün kaydını buzup, öğrülük içmesek, qasamdaş hesaplanmayız. Ha? Hatta dedi. 3 yıl 4 yarım ay oldu. Cezasını içse. Olur da. Yigirma yil ilgari ikkimiz birga Charuboqqa. Keyin menga gap so'z qilmayli ketib qoldim. Shunda qish bo'lganmi yo'q? Bo'lgan. Jazolash kerakmi yo'q? Yo'qsa. Nimishqa? Sen gap arasida mana shuni puratgan. Meni el charuvsiz namrat ko'rib, men bilan Charuboqning kamidi. Shuna qol. Sening uchun men gap arlab, san tortinlabdi menda. Sen faqat gap tortinlab qolmading, balki men yana buni yeringning tarlig'ini bilaman. Qanday tarliq qildim men? Men oltin urug'ning avlodi. Sen bo'lsang yat urug'ning avlodi. Men bilan birga tursang, Mo'ng'ul qog'ani bo'lolmasligingdan ansirdim. Shundaqmi? Hammani bilib bo'psan. Sana yana bir qancha jazosini tutay. Bo'ladi. Birga ishlaylik. Ma'qul. Voy, tugab tuqa. Berib, bir cho'gin olib kel.